Bugun sizlar bilan ikki xil variantdagi uголок mebelimizni obzor qilib o'tamiz. Birinchisi ko'rib turganingizdek ko'k rangda. Ikkinchisi esa qaymoq rangda bo'ladi. Bu mebelimizni uzunligi 4.30, eni esa 2.30 bo'ladi. Mebelimizni tashqi qismiga moshi materialdan ishlatilgan. Bemalol yuvib, artib ishlatsa bo'ladi. Bularni yagona farqi rangida. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Siz qayerdan kuzatyapsiz? Kommentariyada yozib keting. Narxi $550. Ramazon oyi bo'lgani uchun $510 ga xarid qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot uchun ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilishinglar mumkin.